Porsche legendarniy iPhone 4. Bu esa oldingi yil ishlab chiqarilgan iPhone 17R. Oradagi farqi 15 yil. 15 yil ichida qanaqa o'zgarishlar bo'lgan? Ko'rib chiqamiz. Bu videoni ko'rib 15 yil orqaga qaytgan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'yinglar. Bunaqa iPhone 4 ishlab turgan variantini topish juda ham qiyin. Xullas, sizlarga naqdgami, nasiyagami telefonlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaveringlar. Shunaqa qiziqarli videolarni ko'rib turmoqchi bo'lsanglar, bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, sizlardan chiqmasin.